Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov. Kompyuter savodxonligi darslarimiz davom etadi. Xo'p, bugungi darsimizda sizlar bilan ish stoli sozlamalari va fayllar bilan ishlash darsini o'tamiz. Endi katta ehtimol bilan buni ikkiga bo'lamiz. Ya'ni birinchi ish stoli sozlamalari va keyin fayllar bilan ishlash darslarini o'tamiz. Endi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar, birinchi darsda bu ish stoli sozlamalari, bir necha sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Keyingisi bu istovni orqa foni, temalarini, ya'ni mavzularini o'zgartirish bo'ladi. Xo'p, demak, istolimizga, рабочий stolga qaytib olamiz. Xo'p, sizlar kompyuter yoqqanida shunaqa oyna ochiladi. Bu o'sha рабочий stol, ish stoli deyiladi. Xo'p, endi biz ish stol sozlamalarini amalga oshirishimiz uchun birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu sichqonchani o'sha ish stolini istalgan joyida o'yin tugmasini bosamiz. Faqat o'sha dasturlar ustida bo'lmasligi kerak. Bo'sh joyda o'yin tugmani bosamiz. Agar Windows 11 bo'ladigan bo'lsa, bizda shunaqa bir buyruqlar, panellar ochiladi. Xo'p, agar Windows 10 bo'lsa, bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bir-biriga juda ham o'xshash, ozgina farq qilishi mumkin. Xo'p, Windows 11 holatida mana birinchisi view buyruqlari. View bu ko'rinish degani, mana bu yoqda e'tibor berishingiz mumkin. Mana menda o'sha ikonkalar mana shu ko'rinishda, mana shu kattalikda. Ikonkalar ozgina kichikroq. Lekin sizga misol kattaroq ikonkalar yoqsa yoki qanaqadir ko'z bilan bog'liq muammo bo'lsa, sizga bunaqa kichkina ikonkalar juda ham kichik ko'rinadigan bo'lsa, unaqa ikonkalar nima qilishingiz mumkin? Shunchaki o'ng tugmasini bosasiz sichqonchani va mana view qismida sizlarda ruschasiga boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin umumiy mana shu tepada bo'ladi. Bu yoqda men eng kichkinasiga qo'yib qo'yganman. Buni o'sha medium iconga o'tkazib qo'yishlar mumkin. Mana medium qilsanglar, e'tibor bersanglar, bu ikonkalar ozgina katta. Endi bu yoqda juda ham ko'plar misol dasturlar bo'lishi mumkin. Boshqa fayllar, boshqa dasturlar ham bu qismda bo'lishi mumkin. Mana e'tibor bersanglar ozgina katta. Lekin men bundan ham kattaroq qilaman desanglar, mana eng tepadagiga qo'yib qo'yishlar mumkin. Mana eng tepadagi o'sha eng katta ikon. Shunaqa katta holatda ham ishlashlari mumkin. Lekin men o'sha menga kichkinaroq qulay, shuning uchun bu qismga o'tkazib qo'yaman. Mana. Xo'p, undan tashqari mana bu qismda mana buni o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, hamma ikonkalarni berkitib qo'yadi. Ko'zingizga ko'rinmaydigan qilib. Misol uchun. Bu o'sha kompyuterimizni mana bu qismda desktop yoki sizlarda рабочий stol bo'lishi mumkin. Shu рабочий stolni ko'rinib turaveradi. Mana bu рабочий stol faylida, papkasida ko'rinib turaveradi. Mana ko'rinyapti, mana bu. Lekin mana bu qismda ko'rinmaydi. Ya'ni рабочий stoldan berkinadi xolos. Lekin o'chib ketmaydi. Buni yana o'sha joyiga qaytarib olishimiz mumkin. Mana. Shunaqa. Endi bu yoqda yana qo'shimcha sozlamalar bor. Misol bu bunisi shu nima desa bo'ladi? Iloji boricha mana bunisi. Iloji boricha o'sha hammasini bitta joyga joylashtirib qo'yadi. E'tibor bersangiz sursam surilmayapti. Buni shu bu yoqdan mana sozlab qo'yish mumkin. Endi sura olaman mana. Demak, bu buyruq birama-ketma joylashtiradi hamma dasturlarni yoki fayllarni. Bunisi bo'lsa avtomatik o'sha o'zi рабочий stolimiz shu to'rtburchaklarni tashkil topgan. Bunaqa to'rtburchaklarni tashkil topgan. O'sha to'rtburchaklarga moslaveradi. Endi hozir ko'rinmayapti, ozgina tushunish qiyin bo'lishi mumkin buni. Manaqa to'rtburchaklarga moslaveradi bu buyruq. Ko'rishingiz mumkin mana. Mana buyruq to'rtburchaklar ichiga moslaveradi. Bu buyruq bo'lsa avtomatik o'sha birama-ketma joylashtiradi. Buni sura olmaysiz keyin. Endi buni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Bunisini ham. Mayli, bunisi turaversin, o'sha tartibli joylashtiradi. Bitta liniyada, bitta chiziqda mana tartibli joylashtiradi. E'tibor bersangiz. Mana o'rtaga qo'ya olmayapman, mana qarang. O'rtaga qo'ya olmayapman. Bu yoqqa siljib qolyapti. Ya'ni o'sha to'rtburchaklar ichida joylashtiradi. Xo'p, keyingisi. Sort, ya'ni bu qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Sortirovka, ya'ni qanaqa desa bo'ladi? Filtrlashda, ya'ni qaysidir ma'noda. Xo'p, bu yoqda nimaga qarab o'sha sortirovka qilishimiz mumkin? Misol, name, ya'ni nomiga qarab, size, o'lchamiga qarab, qanaqadir ilovani yoki faylni turiga qarab yoki qaysi oxirgi marta o'zgartirilgan sanasiga qarab. Bu yoqda name ga qarab sozlaydigan bo'lsak, shu birinchi o'sha alfavit tartibida birinchi A harflar, B harflar, S harflar, D harflar shunaqa alfavit tartibida joylashadi. Name ga qarab qo'ysak. Agar size ga qarab, ya'ni o'lchamiga qarab qo'ysak, birinchi o'lchami kattasi, keyin o'lchami kichikrog'i bu yoqqa joylashib keladi. Undan tashqari, bu yoqda item tip bor, ya'ni anaqani ilovani tipiga qarab joylashadi. Ba'zi bir ilovalar teparoq, ba'zi bir ilovalar pastroq. Shunaqa bu yoqda umumiy sortirovka qilishimiz mumkin. Keyingisi refresh.
Refresh bu o'sha sizlarga sezilmayapti hozir. Umumiy o'sha обновить qilaveradi. Ya'ni o'sha mana рабочий stolimizni, ish stolimizni обновить qilaveradi. Endi buni asosiy ishlatish nima uchun kerak? Bu ko'pchilik tezlikka aloqasi bor. Buni refresh qilsa, o'sha обновить qilsa tezlashtirib beradi kompyuter deydi. Men bu narsaga uncha ishonmayman. Bu nima qiladi? Bu tezlashtirib bermaydi. Bu shunchaki mana bu рабочий stoldagi dasturlar shu turgan joyini yana bittadan eslab oladi. Misol uchun mana har bitta dasturni, har bitta faylni o'zini kompyuterdagi yo'li bor. O'sha yo'lini mana bu qismda ko'rinadi sizlarga. Mana bunaqa yo'li bor. Misol Dovonsga kirsak mana shunaqa yo'li bor. Shu yo'lini bir eslab oladi. Bu yoqda boshqa narsa yo'q. Mana e'tibor bersangiz mana yo'l bor, ko'ryapsiz. Bu kompyuter, C disk va resursiz papkasi. Shu yo'lini bitta qaytadan eslab oladi. Shu, boshqa narsa yo'q. Hop, keyingisi bu personalize ko'raylik birinchi. Sizlarda misol o'sha Windows 10 bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rinishda bu pastga chiqadi. Bitta bosadigan bo'lsak, bu orqali biz o'sha ish stolimizni fonini yoki temasini, mavzusini almashtirishimiz mumkin. Mana bu qismda bu Windows 11 holatida mana bu yoqda temasini o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni mavzusini. E'tibor bering, oq mavzuga o'tdi. Mana bunda ham oq mavzu. Bunda endi qora mavzu. Shunaqa, bunda o'sha temasini o'zgartirishimiz mumkin, mavzusini. Xuddi telefonlarda ham bor-ku, temasini o'zgartirish, mavzusini o'zgartirish, xuddi shunaqa. Shu temasini, mavzusini o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p. Bizda qora turgani yaxshi. Xo'p, undan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu background, ya'ni orqa fonini, ya'ni rasmini o'zgartirish. U nima bo'ladi? Mana bu yoqda o'sha tayyor bizda rasmlar bor. Birortasini tanlashimiz mumkin. Buni, misol uchun ko'rishinglar mumkin. Yo bo'lmasa mana bu yoqda picture bor yoki solid color tanlaydigan bo'lsak, qanaqadir o'sha splashnoy to'liq bitta rangda ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Agar bizga rasm qo'yish yoqmasa, misol uchun shu ko'rinishda. Xo'p, yo bo'lmasam slide show bor. Ya'ni bir nechta shu nima desa bo'ladi? Rasmlarni ketma-ketlikda qo'yishimiz mumkin. Mana bu yoqda har 30 minutda almashadi, yoqib qo'yamiz yoki har 10 minutda almashadi. Shunaqa bizga hozir kerak emas bu. Bizga o'sha picture kerak. Endi pictureda ham mana biz tayyor bu yoqdan bizga berilgan variantlardan tanlashimiz mumkin. Yo bo'lmasa mana browse photo turibdi. Ya'ni kompyuterimizdan birorta rasmni tanlab olib, bemalol o'sha rasmni ham qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana aytaylik mana shu rasm. Mana shu rasm. Ronaldoni dinozavrga gol urayotgani. Shunaqa. Yana personalize ga o'tib olamiz. Personalize yo bo'lmasa Windows 11 da o'zida mana bu qismda chiqadi. Bosamiz. Xo'p, background. Mana bu yoqda qanaqadir rasmlarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Bo'yayotganimda maytdan qanaqadir biror o'sha kompyuterimizdan fayl ham rasm ham yuklashimiz mumkin. Mana browser photo. Shu qismdan yuklashimiz mumkin. Xo'p, mana misol uchun mana bu rasm. Choose picture qilsak mana tanlandi. Mana shu rasmni qo'yib qo'ydik. Misol uchun. Bunaqa rasmlar juda ham ko'p. O'sha xohlagan rasmingizni qo'yib ishlatasiz. Endi menga bu o'sha o'zi Windows o'zining rasmi ko'proq yoqadi. Xo'p, undan keyin o'sha personalize qismida, ya'ni color bo'limi bor. Colorlar. Endi menda asosan hozir ko'k rang turibdi. Bu ko'k rangni o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, mana qizil qilib qo'yadigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, bizda mana batonlarning rangi, tugmalarning rangi qizilga aylandi. Undan tashqari mana bu qismdagi ranglar ham qizilga, bu qismdagi ranglar ham mana qizilga aylandi. O'sha qo'shimcha ranglar bor-ku, o'sha qo'shimcha ranglar qizilga aylanib, qizil ko'rinishda ko'rinadi. Shu color rangidan o'sha mavzuyingizni rangini tanlab olishingiz mumkin. Endi buni sariq qilib qo'yish mumkin. Misol uchun mana e'tibor bersangiz, bu sariqqa aylandi. Bu ham sariqqa aylandi. Misol. Yana qo'shimcha nimadirlar bo'ladi, o'sha kichkina narsalar umumiy sariqqa aylanib turadi. Mana bu yoqda ham o'sha e'tibor berishingiz mumkin. Ochilgan dasturlarning tagida sariq chiziqcha turibdi. Endi o'zi default holatda oddiy mana bu ko'k rangi turadi. Bu ko'k rangi. E'tibor bersangiz bu ko'kka aylandi, bu ko'kka va bu ko'kka aylandi. O'zi Windows qanaqadir ko'k fonda bo'lgani uchun, ko'k rang Windowsda ko'p ishlatilgani uchun men ham tayyor ko'kka qo'yib qo'yganman. Shunaqa. Xo'p, keyingisi mana bu yoqda o'sha mavzular, temalar. Tanlashingiz mumkin qanaqadir mavzu. O'ziga qulay, o'ziga mos mavzu. Menga o'sha mana bu qora fonda turgani afzalroq, menga shu ko'proq yoqadi.
Xo'p, bu yoqdan chiqamiz mana, ich stol sozlamalarini bir nechtasini ko'rib chiqdik. Hop, ko'rishimiz kerak bo'lgani shular-da asosan. Endi bu yerda display setting bor. Endi bu display setting boshqa narsa, bunga tegishim shart emas hozircha. Bizga shart emas hozircha. Mana ko'rsagan bo'larkan, mana bu yoqda yorqinlik sozlashimiz mumkin. Endi sizlarga sezilmayapti katta ehtimol bilan, lekin o'sha yorqinligini sozlashimiz mumkin kompyuterda. Bu yoqda night light degan rejim bor, ya'ni tungi rejim. Telefonda ham bor. O'sha ekranda ozgina sariqroq qilib qo'yadi. Qora emas, sariqroq qilib qo'yadi. O'sha displeyni sozlamalar. Xo'p, endi keyingisi scale deb qo'yibdi. Bu ham o'sha avtomaticheskiy 125% da turadi. Agar biz buni 100% qilib qo'ysak, mana e'tibor berishingiz mumkin. Ikonkalar kichrayib qoldi, tagidagi menyu kichrayib qoldi. Umumiy ekranimizni kichkinaroq qilib qo'yadi 100%. Misol uchun. Ba'zi bir endi haligi dasturlar mana ogohlantiryapti, ochilmay qolishi mumkin deyapti. Lekin umumiy agar bizga misol ko'p narsa ishlatsak, kichraytirib qo'yishimiz mumkin. O'zi lekin o'rtacha 125% da turadi mana. Recommended deb qo'ygan, ya'ni tavsiya qilinadigan foiz 125. Lekin buni agar zreniya past bo'lsa yoki qanaqadir nima desa bo'ladi, katta-katta ko'rinsin, men ko'rolmayapman desangiz, bu yoqda 150 ga o'tkazib qo'yish mumkin. Mana 150 da yanayam katta bo'ladi. E'tibor berishingiz mumkin. Hamma narsa katta. Pastki menyu ham kattardi. Misol, mana bunday qilsangiz ichidagi yozuvlar kattaradi. Hamma narsa katta-katta, ko'zga chiroyli ko'rinadi. Buni ham xohlasangiz sozlab qo'yishingiz mumkin. Lekin bu yoqda ham mana ogohlantiryapti. Ba'zi bir dasturlar 150% da qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Buni endi 125 ga qaytaramiz. Mana bu. Endi bu sozlamalarga tegishim shart emas hozircha. Bu yoqdan chiqamiz. Mana yorug'lik, o'sha qorong'i, o'sha tungi rejim, o'sha ozgina sariqroq yorug'likni ko'paytiradi, ko'zni og'ritmasligi uchun. O'sha uyquni yaxshilash uchun. Ko'k yorug'lik uyquni qochiradi, shu muammoni hal qilish uchun. Keyin mana bu yoqda o'sha ekranni nima desa bo'ladi? Yaqin yoki uzoqligi, katta yoki kichikligini sozlash mumkin. Endi bu yoqdan chiqamiz. Xo'p, yana ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Shu edi asosan ish stol sozlamalari shulardan iborat edi. Xo'p, menimcha bu yoqda boshqa narsa qolmadi. Bo'ldi, qolmadi. Ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa shular. Mana bu yoqda ko'rinishlar, bu yoqda o'sha sortirovka, bu yoqda yo'lini bitta eslab oladi. Va mana bu yoqda fayllar, papkalar yaratish mumkin. Buni keyingi darsda ko'ramiz. Bu yoqda o'sha orqa fon va mavzu sozlamalar. Ularni ham ko'rib chiqishinglar mumkin. O'zinglar amalda qilib ko'ringlar. Amalda qilib ko'rmasanglar, sizlarda o'xshamaydi. Bu amaliy darslar. Amaliy darslarda iloji boricha ko'proq amaliyot qilish kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, keyingi darslarni o'tkazib yubormanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishamiz.